Assalomu alaykum, hurmatli fermer akalar, ukalar. Orziqib kutilgan damlar yetib keldi. Qo'shilgan fermerlar yerlarini qaytadan ajratib olish imkoniyati bor. Marhamat, videodan ko'rib batafsil tushunib olishlaringiz mumkin. Agar tushunmagan joylaringiz bo'lsa, kommentda o'z so'zlaringizni qoldiringizlar. Imkon qadar tushuntirishga harakat qilamiz. Marhamat. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 12-sentyabrdagi PF 172 son farmoni qabul qilinib, mazkur farmon bilan qishloq xo'jaligi mo'ljallangan yer uchastkalari ijarachilariga imkoniyatlar berildi. Bunda qanday imkoniyatlar deganimizda, qishloq xo'jaligi mo'ljallangan ijaraga berilgan yerlarni bir qismini boshqa shaxsga ijaraga berishga ruxsat berildi. Bunda o'sha ijarachilar davlat xizmatlaridan foydalanishi belgilandi. Amaldagi Vazirlar Mahkamasining 709 sonli qaroriga o'zgartirish qo'shimchalar kiritildi va ma'muriy reglament tasdiqlandi. Ushbu ma'muriy reglamentda yer uchastkalarini bir qismini boshqa shaxsga o'tkazish bo'yicha tartib belgilandi. Ushbu tartibga asosan ijarachilar davlat xizmatlariga tashrif buyurgan holda yagona interaktiv davlat xizmatlari portalida ro'yxatdan o'tgan holda murojaat qilishlari mumkin bo'ladi. Qishloq xo'jaligi vazirligining Uzdavir loyiha davlat ilmiy loyihalash instituti hududiy bo'linmasiga murojaat kelib tushadi. Bo'linma mutaxassislari tomonidan o'sha tasdiqlangan ma'muriy reglamentga asosan o'sha yer uchastka joyida borib o'rganib chiqiladi va qishloq xo'jaligi vazirligiga xulosa olish uchun taqdim etiladi. Va qishloq xo'jaligi vazirligining ijobiy xulosasi asosida xizmat ko'rsatiladi. Ushbu ko'rsatilgan xizmatdan keyin o'sha ijarachi o'sha yer uchastkasi bo'yicha olingan ijobiy xulosasiga asosan hujjatlarini notarial idoralarga murojaat qiladi. Bu tartib ham o'sha Vazirlar Mahkamasi 709 sonli qarorda belgilab qo'yilgan. O'sha tartibda yuridik shaxslar murojaatiga asosan notarial tartibda bitim tuzilib, o'sha qisman yer uchastkalari boshqa shaxsga o'tkazishga ruxsat beriladi. Bunda alohida e'tibor qaratish kerakki, ushbu yer uchastkalarini boshqa shaxsga ijaraga o'tkazish uchun yuridik shaxslar kamida ushbu yer uchastkasidan 5 yil davomida foydalangan bo'lishlari shart bo'ladi. 5 yildan kam foydalangan ijarachilar boshqa shaxslarga yer uchastkalarini qisman yoki to'liq qayta ijaraga berish mumkin emas. Ushbu yer uchastkalarini ijarachilar tomonidan bitta kadastr raqamida bo'lgan kontrollar yaxlitligini saqlab qolgan holda bo'linishga ruxsat beriladi. Bunda o'sha yer uchastkalarini bo'lish O'zbekiston Respublikasining Yer kodeksi 46.1 moddasida belgilangan o'lchamlardan kam bo'lmasligi talab etiladi. Misol uchun paxta, g'allachilik, fermer xo'jaligi ijaraga berilgan yerlarda qisman qayta ijaraga berishda 30 gektardan kam bo'lmasligi kerak bo'ladi. Bundan tashqari o'sha kadastr raqamida to'liq yer uchastkasini boshqa shaxsga o'tkazadigan bo'lsa, unda to'g'ridan-to'g'ri notarial idoralarga murojaat qilib, ushbu yer uchastkasini boshqa shaxsga o'tkazish mumkin bo'ladi. Unda ham o'sha O'zbekiston Respublikasining Yer kodeksini 46.1 moddasida belgilangan o'lchamlardan kam bo'lmasligi talab etiladi. Bundan tashqari qisman qayta ijaraga olgan ijarachi fermer xo'jaligi yuridik shaxsga muammo bo'lmaydi, chunki bu yer uchastkasi boshqa shaxsga o'tkazilganda to'liq o'sha yer uchastkasiga bo'lgan huquqlar boshqa shaxsga o'tkaziladi. Bunda birinchi ijaraga bergan shaxsdan to'liq huquqlar yangi ijarachiga o'tib ketadi. Notarial tartibda boshqa shaxsga qayta ijaraga berilayotganda yer uchastkasi to'liq qarzdorliklari qoplangan bo'ladi. Faqatgina bu yerda o'sha ijara muddatining qolgan muddatiga ijara shartnomasi qayta rasmiylashtiriladi. Misol uchun 30 yilga ijaraga berilgan bo'lsa, oldingi fermer xo'jaligiga u 5 yil foydalangan bo'lsa, qolgan 25 yil muddatiga qayta ijaraga beriladi. O'sha qolgan muddatiga olgan ijara muddatidan boshlab barcha soliq to'lovlari, boshqa holatlar hisoblanadi. Qayta ijaraga olgan shaxslar avvalgi qanday ixtisoslik bo'lgan bo'lsa, xuddi shu ixtisoslikda davom ettiradi. Ixtisoslikda keyinchalik o'sha belgilangan tartibda o'sha yerdan foydalanish maqsadini o'zgartirgan holda keyinchalik boshqa yo'nalishga foydalanish mumkin.